Assalomu alaykum, efirda Nazar haftalik axborot dasturi. Bu dasturimizda biz o'tib borayotgan haftadagi muhim voqealarga birgalikda nazar solamiz. Batkanda 15 nafar o'quvchi hushsiz kasalxonaga tushdi. Sababi aniqlandimi? Bolalarning ahvoli qanday? Jalolobodda 7 yoshdagi bolani o'g'irlab, so'ngra o'ldirilgani aniqlandi. Bola o'g'irligi ko'paydi, har bir ota-ona hushyor bo'lishi kerak. O'sh shahri Turk dunyosining madaniy markazi. Xalqaro tadbirlarga tayyorgarlik qanday bormoqda? O'zganlik Saparbek Murzahmatov deltaplan yasab ucha boshladi. Bugungi dasturimizda bolalar mavzusiga ko'proq to'xtalamiz. Sababi o'tgan haftada o'quvchilarga bog'liq bir qancha voqealar bo'lgan. Ularning asosiysi Batken shahridagi o'quvchilar emlashdan so'ng ommaviy turda kasalxonaga tushdi. 15 o'quvchining ikkisi og'ir ahvolda bo'lib, ular jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bunga bolalarning ota-onalari norozilik bildirib, xatolikka yo'l qo'ygan xodimlarga chora ko'rishni talab qilishdi. Bu tibbiyot xodimlarining befarqligimi yoki keltirilgan vositalarning sifatidami? Hozirda aniqlash ishlari bo'lmoqda. Bolalarning ahvoli haqida hamkasbim to'xtaladi. 9-aprel kuni Botken shahrining 3-Aytbay Imarov nomidagi maktab o'quvchilari difteriyaga qarshi emlangan. Umumiy 75 o'quvchi emlanib, ularning 15 nafari kasalxonaga tushgan. Ular vaksina olgach, boshi aylanib, ko'ngli ayniy boshlagan. Shu sababli 3 va 5 sinf o'quvchilari tez yordam mashinasi orqali Botken oblast birlashgan kasalxonasiga yetkazilgan. Ukulağında qardı majbur o'tdi, ondan ukula olib bitgandan keyin uyqum kelib, uyqum kelganda bolalar jur deb shon sospedagogga olib chiqdi-da, keyin shundan keyin bu yoqqa kelganimiz bilmayman, keyin shu yerda issiq suv berib nima qildi. 15 o'quvchidan 2tasining ahvoli og'irligi aytilgan. 5tasi esa bolalar bo'limiga o'tkazilgan. Qolganlarga birinchi yordam ko'rsatilib, uyiga jo'natilgan. Ayni vaqtda jonlantirish bo'limida bitta bola, bolalar bo'limida esa 4 ta o'quvchi qolmoqda. Ulardan ekosini reanimasiya bo'limine жатqirdik. Anan birisi ko'zamölde oldu. Ko'zamöl uchuruna yaxshi bo'lgani baylanishdi o'sha kuni. Balдар bo'limine qo'tarib berdik. Bizda birov bor hozir o'quvchi. Allah ahvoli kelganda o'g'ir bo'lsa, hozir uchurda ahvoli qanoatlanarli, yaxshi bo'lganiga baylanishdi. Hozir balдар bo'limini qo'taramiz. Ota-onalar emlagan xodimlar xatolari uchun javob berishlarini talab qilishmoqda. Bunday vaksina boshqa maktabdagi o'quvchilarga ham berilgan. Bunchalik ziyon bo'lsa, nega saydi deyapman. Hozir pul chamchasi, bosh og'rib, burada bo'lsa-da, bir biz o'qib yurganda tag'chi. Birov ko'p tamoq ichgan. Bu 10 o'quvchi bo'ldi-da. O'shanda yarim klass bo'ldi. Bu ziyonli narsani saytadilar hozir. Bu vaksina buga chendil berilib kelganda. Buga bunday случайларда bo'lgan emas. Qaysi vaksina berilgan, qanday nima bo'lgan, shu GSV birde nimelerini aniqtab, shundan biz совместный sistem nimasi bilan komissiya tuzib qarab o'tamiz, shuni beramiz. Ana bunday осложнениялар öz etnişli случайлар болып келген, манча судорожный өзі вакцинаның показаниясында жазылған андай. Болады деп примерно. Ayni vaqtda emlangan o'quvchilarning ba'zilari o'zlarini yomon qilganligi uchun tez shifokorlarga murojaat qilishmoqda. Mutasaddi tomonlar bu hol sabablarini aniqlashtirishda davom etishyapti. Hozir biz tarafdan oblastning yetakchisi, sanitariya yetakchilari bu yerda o'zincha cho'g'ilib, o'zincha shtab o'tkazib, emne sebeplari, jana prичиналар emneden kelib chiqdi. Hozir kelген балдарды qarab тишти, misol 1 soatga, 2 soatga jo'ysa ertaменgacha bir ko'zamölde turamiz. Men sizlarga ko'zamölde qaraymiz. Qolgan o'quvchilarni tibbiyot xodimlari tez yordam orqali uylariga borib xabar olib turishibdi. Jalolobodda 7 yoshdagi bolani 22 yoshli hamqishloqi o'g'irlab, so'ngra uni o'ldirgani dahshatli voqea bo'ldi. Bu ishni yo u pul yoki marhumning otasidan o'ch olish uchun qilgani aytilmoqda. Hozirda gumondor qo'lga olinib, qilgan ishini tan olgan. Ichki ishlar ministrligi xodimlari bildirishicha, uni ehtiyot chorasi ko'rib chiqilib, 2 oyga qamaldi. Voqea bilan batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Barchani hayron qoldirgan mazkur voqea Novken rayonida bo'lgan. 4-aprelda 1-sinf o'quvchisini 97-yilda tug'ilgan qishloqdosh urib, yaqinlaridan $120,000 talab qilgan. Bu bo'yicha marhumning yaqinlari militsiyaga murojaat qilib, gumondor ertasi kuni qo'lga olingan. 5-mart kuni Novken rayoni Masalning turg'uni Novken rayoni ishlar bo'limini
баласы 2012-жылы туулган 1-класстын окуучусу дайынсыз жоголгондугу тууралуу арыз менен кайрылган. Арызы Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине ошол эле күнү катталып, Gumondor aybini tan olib, bunga marhumning otasi bilan nizolashgani sabab bo'lganini aytgan. U bungacha halok bo'lgan bolaning otasini qo'lida ishlar edi. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө баланы урдап кеткенден 1-2 сааттын ичинде баланы муунтуп өлтүрүп, ушу мас айылында талак алып барып көмүп койгондугун көрсөтүп, Marhumning otasi voqea haqida intervyu berishni istamadi, biroq kameradan tashqari suhbatda u gumondor qo'l ostida ishlab 170 ming so'mlik qurilish anjomlarini qarzga berganini aytadi. Uni o'z ukasiday ko'rganini, biroq orada nizo chiqib, uni ishdan haydab qarzga bergan pullarni arang undirganini ta'kidladi. Unga qaslashgan gumondor tadbirkorning kenja o'g'lini o'g'irlab, keyin bo'g'ib o'ldirgan. Tadbirkor bilan gumondorning nizosi kichkina bolani o'limi bilan yakunlandi. Gumondor 2 oy vaqtincha saqlash joyiga kirgizilgan. Ta'kidlab o'tsak, marhum shahardagi maktablarning birida 1-sinfda o'qir edi. Pul uchun odam o'g'irlash faktlari ko'p sodir bo'lib, jamoatchilikni sarosimaga solmoqda. Masalan, Jalolobodda 7 yoshli bolani o'g'irlab, u vahshiylarcha o'ldirilsa, kecha Qandda kunduzi 12 yoshli bolani olib qochib, yarim tunda qutqarildi. Mana shunday voqea O'sh shahrida ham bo'lib, 19 yoshli talaba 8 kundan beri bedarak bo'lib, qidiruv ishlari davom etmoqda. 4-aprel kuni Jalolobod shahridagi 7 yoshli bolani 22 yoshli hamqishlog'i o'g'irlab, qiynab o'ldirgan ko'pchilikni hayratga soldi. Gumondor bu ishni bolani otasidan o'ch olish uchun qilganini tan oldi. Kecha esa Qandda 12 yoshli bolani noma'lum kimsalar majburlab mashinaga solib olib qochib ketishgan. Yarim kechada ichki ishlar xodimlari bolani garajdan topishgan. Bola o'g'irlashda gumondor qatori slavyan millatidagi 2 kishi qo'lga olinib, ular bu ishni pul undirish maqsadida qilganini tan olishgan. Вопрос был. С какой целью ребенка похитили? Шиян. Володя. Где ребенка держали? O'sh shahrida huquqni himoya qilish organlari esa 19 yoshli Aymonchoq Tayir qizini qidirmoqda. U 4-aprel kuni o'qishga ketgani bo'yicha qaytib kelmagan. Hozircha u nimaga yo'qolgani noma'lumligicha qolmoqda. 4-aprelda chiqib ketgan, 1999-yili tug'ilgan. O'shdagi texnologiyalik universitetning bir qizi izdelib жатат. Анын жүргөн жери учурда дайынсыз болуп жатат. Тиешелүү маалыматтарды ушу базалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылуу жасап, коомчулуктан жардам сурап тиешелүү маалыматтарды анын ичинде биздин байланыш телефондорубузда бергенбиз. Aymonchoq yaqin qarindoshlari bilan birga ijarada turgan. Ularning barchasi tergov qilindi. Barchasi Aymonchoqni kunduzi chiqib ketgani bo'yicha qaytib ko'rishmaganini ta'kidlashgan. Baldarını emek kıldık, inilerim var ile gözümden. Anan tamoynaga kayrildim. Tanış bilişlerin barın ele ne kılıp atağız. Bişkek'e çeyin emek kıldım. Hiç kандай. Yok, telefonluk baylanışta yok. Hiç kандай emek yok. Sizler okul jayынан сурап көрдүңүздөр, мүмкүн окуу жайынан bir маселе жаралгандыр. Suradık barını, surab ejekesinden kuratorundan suradım. O'g'irlanganlar va yo'qolganlar haqida turli mishmishlar tarqalishi aniq. O'smirlar turli nizolar sababli joniga qasd qilishga harakat qilsa, ularni o'g'irlayotganlar pul sababli shu ishga borayotganini ta'kidlashmoqda. Shu sababli ota-onalar farzandlarini o'zlari maktabga olib chiqib, yo'lda begonalar bilan gaplashmaslikni tayinlashmoqda. Klassикчиси мага ушу кат жөнөтүп бериптир, айтыптыр, ата-энелерине бардык ата-энелерге берген го. Ошо балдарыңар менен ошол коопсуздук жөнүндө сүйлөшкүлө, мындай жоочун бирөө сүйлөсө, аларга жакындабай, мындай жооп бербей, неме кылбагыла, мындай балдарды этият болгула, ушундайлар болот деген мааниде түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгүла деп мугалимдер дагы сураныптыр. Анан биз дагы ушинтип балдарыбыз менен ушундай сурандык. Балдарга сүйлөштүк да, ошол жөнүндө балдарга айтып, деп түшүндүрүп, мындай жоочун адамга көп эле бир алдап, апаң айтты дегенге ишенбегиле деп. Militsiyaning ma'lumotiga ko'ra, O'sh shahrida yil boshidan beri 60 odam yo'qolib, uning 57 nafari topilgan. Hilola Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Nursulton Abdukarimovli, Intimaq. O'shda shahar ichida o'quvchilar uchun yo'l haqini ko'tarish qayta muhokama qilinmoqda. Avval ham mazkur masala ko'tarilib, biroq hal bo'lmagan edi. Bu safar yana shahar kengashining sessiyasida ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Ma'lumotga ko'ra, buni haydovchilarning mehnati oqlanmayotgani bilan tushuntirishdi. Shahar yashovchilari esa bunga ma'qul emas. Batafsil muxbirimiz lavhasida.
O'quvchilar uchun yo'l haqini ko'tarish masalasi qayta ko'rib chiqildi. Meriya tomonidan yo'l haqini 1 so'mdan 5 so'mga ko'tarish taklifi ikkinchi marotaba bildirildi. Bu holni mutasaddi tomonlar haydovchilar yo'l kirasi xarajatlarini oqlamayotgani bilan tushuntirishdi. Ошол айдоочулар өздөрү да кайрылуу кылышты. Шуну көтөрүп берип койсоңор, мындай тополоңор болбойт эле деп. Себеби 1 сом менен ташыбай койгон айдоочуларга биз катуу чараларды коюп, маршруттардан чыгарганга чейин барып атабыз да. Ана мындай жалпысынан айтып кете турган болсом, ошол биздин Оштон башка жерде мындай жеңилдетилген тариф жок. Yo'l haqini ortishi ko'p farzandli oilalar uchun muammo yaratadi. Yoqilg'i moddasini ortishi ham yo'l haqini ko'tarilishiga turtki berayotgan bo'lishi mumkin degan so'zlar aytildi. Анан кийин бул жерде жогорулатуунун негизи баягы күйүүчү майдын кымбаттаганы менен түшүндүрүп атышат экен. Балким ошол негиз болуп бергендир. Эми бул баары бир шаардык кеңештин чечимине ылайык болмокчу, бирок бүгүнкү күндө ошол күнү келгенде жана 5 сомду деле таба албай калган үй бүлөлөр бар да. Bu fikrga ko'p farzandli oilalar qarshi chiqsa, yoqilg'i sababli haydovchilar xarajatlari oqlanmayotganini ta'kidlagan yo'l haqi ko'tarilishga rozi ekanini bildirishdi. Мектептен кийин кошумча сабактарга барышат, кружокторго барышат. Ошо 1 сомду дагы араң таап беребиз. Кечке малга айтканда 5-6 шагыр ашып чыккан кезде айтат экен. Көбөйүп кетти, бар түшкүлө дейт экен. Эми ар бир маршруттун эмесин айтып берсең деле аларга туура келбейт. 1 сом боюнча эле калган жакшы го дейм. 5 сом болсо ал бир той эле кыйын болуп калат. Мисалы, бир эле үй бүлөдө 4-5 баласын окуткан ата-энелер бар да. Таза кармасын, анан көп адам салбасын да. 5 сом кылгандан кийин азыраак адам салыш керек. Өзүнө ылайык. Yo'lovchilarni tashish agentligi narxi oshishi bilan imtiyozlar yaratilayotganini ma'lum qildi. Agar bir oiladan 5 bola maktabga borsa, ularning ikkitasi yo'l haqi to'lamaydi. Bu borada mutasaddi tomonlar ham aholi orasida so'rovnoma o'tkazishgan. Маршруттарга батпай калдык да. Өзүңүз эми мындай эле алып көрсөңүз, бир маршрутка Райымбековадан мисалы 10 адырга чейин кетип атат маршруттар. Ичинде бир 7-8 жүргүнчү 10 сомдон төлөшөт. Калган бир 15ти биз салып берип атабыз, жеткизесин деп. Алар 1 сомдон берип атат. Ошондо эстеп көрсөңүз 25-30 сом, 40 сомго барып атат да булар. Mazkur masala 2017-yildan beri ko'tarilib kelinmoqda. O'rta hisob bilan olganda haydovchilarning bir oylik xarajati patent uchun 1150 so'm, ijtimoiy fondga 700 so'm, litsenziya uchun 1100 so'm, ta'mirlash uchun o'rta hisob bilan 6000 so'm, yoqilg'i moddasi uchun 4000 so'm, departamentga har kuni 10 so'mdan to'lasa, bir oyda 300 so'm to'laydi. Umumiy xarajat 13250 so'mni tashkil qiladi. Meriyani o'quvchilar uchun yo'l haqini ko'tarish taklifi hal etilmasdan arosatda qolgan. Mazkur masala qayta 25-aprelda shahar sessiyasida ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Hilola Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Nursulton Abdukarim o'g'li, Intimaq. O'shda O'sh shahri Turkiy xalqlar dunyosining madaniy markazi nomli xalqaro masshtabda nishonlanuvchi madaniy tadbirga tayyorgarliklar bormoqda. Xalqaro miqyosdagi o'tuvchi tadbirga 10 kun vaqt qoldi. Tayyorgarlik ishlari bilan vitse-premyer ministr Altınay O'mirbekova va shahar yetakchilari tanishdi. Tekshiruvga kirishgan guruh avval rekonstruksiya ishlari tugatilmagan obyektlar bilan tanishdi. Tayyorgarlik harakatlari bilan tanishgan vitse-premyer ministr kamchiliklarni ko'rib topshiriqlar berdi. O'shdagi o'tirgichlardan boshlab kichik yo'llarning barchasi o'zgargan. Nafaqat sportchilar uchun, balki mehmonlar uchun ham yetarli sharoitlar yaratilgan. Hozirga kelib maydonda 80% ish bajarilgan. Беговой дорожканың линия разметкалары қалды. Сыртында освещениясы қалды. Қалған іштер бит. Отырғыштар бүгінгі күні ақша қаражатының аздығынан 2800 ғана o'tiruvchilar almashtirilib жатады. Xalqaro miqyosda o'tadigan tadbirga 500 dan ortiq rasmiy mehmonlar chaqirilgan. Jami bo'lib 9 ta davlatdan vakillar kelishi kutilmoqda. O'sh shahri UNESCO va Turksoydan kelgan mehmonlarni kutib olishga tayyorgarligini vitse-premyer ministr Altınay O'mirbekova ko'rib chiqdi. Негизи ушул 20-сынан баштап саат 8-ден иш-чараларыбыз баштайт. Ушул түнкү бир саат 10го чейин. Анан албетте мен ойлойм ушул Ош шаарынын тургундары, жалпы эле биздин кыргызстандыктар келип ошону колдоп беришет биздин иш-чарабызды деп. Ошол Россия Федерациясы субъектлери келет, бүт түрк мамлекеттер дагы келишет, түрк тилдүү мамлекеттер. Ошондуктан эң негизги бүгүн ошол аларды жакшы тозуп алып, Кыргызстан кандай экен, Ош шаары кандай экен деп көрсөтүү.
O'shga mehmonlar 16 apreldan kela boshlaydi. Unga tayyor bo'lmagan obyektlar bor ekani aniqlandi. Ular sumalak qaynatiladigan yoshlar bog'i, maydon va markaziy stadionga ilinadigan bannerlar joyida emasligi ko'zga tashlandi. Tantanali tadbirga tayyorgarlik Sulton Ibrahimov nomidagi O'sh Milliy dram teatrida olib borilmoqda. Bu yerda mehmonlar uchun Turksoy spektakli qo'yiladi. Ayni vaqtda qizg'in tayyorgarlik ishlari davom etyapti. 9 davlatdan rasmiy mehmonlarni kutib olish topshirig'i berilgan. Aeroportdan keladigan markaziy yo'llarga alohida e'tibor qaratilishi kerakligi aytildi. O'sh shahri Turkiy xalqlar madaniyati markazi deb nomlangan tadbir haqida shahar yashovchilariga ham ma'lumot berish kerak. 19 aprelda boshlanadigan tadbirda urf-odat, an'analar, shu bilan birga milliy raqslar namoyish etiladi. Mehmonlar Sulaymon tog'ini ziyorat qilib, keyin tarixiy joylar saqlangan tumanlarga yo'l olishadi. Hozirda Sulaymon tog' tarixiy arxeologiya muzeyi va Sulaymon tog' atrofida tayyorgarlik ishlari boshlangan. Muzey xodimlarining so'zlariga ko'ra, ko'rgazma zali to'lig'i bilan tayyor. Ana parkka keldik. Parkda bunday çok dana masala yo'q ekan. O'ngda tuzish ishlari, al yerda ko'rdik. Arrendatorlar bilan сөйлештик-da. Men o'ylayman, al yerda masalalar bo'lib bo'lish kerak. Tadbir 19 apreldan 21 aprelgacha davom etadi. Unga tayyorgarlik ishlari qizg'in olib borilmoqda. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Qimbat Abdusamad o'g'li, Intimoq. Sizlar Intimoq telekanalida Nazar haftalik dasturini tomosha qilyapsizlar. O'sh shahridagi yoqilg'i quyish shoxobchalarining birida bo'lgan portlashdan so'ng shahar hukumati xavfli bo'lgan yoqilg'i shoxobchalarini ko'chirishni boshladi. Mana shunday harakat Batken shahrida ham boshlandi. Shahardagi noqonuniy bo'lgan 2 yonilg'i quyish shoxobchalarining egalarini shahar hukumati sudga berdi. Sababi shahar ichida xavfli bo'lgan 9 ta yonilg'i quyish shoxobchasini xalq jildirish talabini qo'ygan. Batkendagi yoqilg'i shoxobchalarining qonuniyligi bilan muxbirimiz qiziqib ko'rgan. Botken shahridagi 9-may yoqilg'i quyish shoxobchasi, uning ikkitasi markaziy Nurg'aziyev ko'chasida joylashgan. Bittasi markaziy Dehqon bozori bilan bir yerda joylashib, u yoqdan bu yoqqa o'tganlar uchun noqulaylik yaratadi. Agar O'shdagi kabi portlash bo'lsa, atrofdagi aholi uchun katta xavf yaratadi. Negizi bozor ko'p parallel. Men o'zim ispas arxitekturada ishlagan. Negizi qo'pti. Mamlakatdan standartlarga eseptegende da бұл eco bozor жабық болуш керек, заправка жылыш керек. Құдай сақтасын, өрт шығып кетиши мүмкін екен. Олар болбойт да. Менде неврелерим бар. Мейда, кичинекейлер. Өтөт ояка бияка. Этият болуп өткүлө деп, анан өзүм алып өтөм, десятка барам, алып келем неврелеримдичи. Шода эми чекеге жылса жакшы болот эди. Bu yerdagi ikkinchi bekat markaziy maydonga yaqinligi sababli mutasaddi tomonlar noqonuniy deb topishgan. Shu sababli Ekotex inspeksiyasi tomonidan yoqilg'i quyish shoxobchasi ishi to'xtatilgan. Biroq ular bugungi kunda yana faoliyatini davom ettirishmoqda. El yashagan yer bilan o'zim zapravkaning o'rtasida какой-то bir chenen bo'lish kerak-da. O'shol yo'q bu yerda, misol jo'nakeli ko'z qarashмен qaraganda, o'shani qo'yish kerak. Bu jog'i өзің көресің, базар болтады. Бұл жағы мына жанаша жауыш өле тұрады, контейнерлер сода болтады. Бұл жерде қоқыл бірдеге шыға тұрған болса, барды жауырқайды да. Shu sababli shahar hukumati maxsus reyd tashkil etib, talablarga javob bermagan shoxobchalar ishini sudga o'tkazishgan. Ularning biri qizil chiziqqa kirgan bo'lsa, yana biri suv quvuriga yaqin joyda faoliyat olib boradi. Batken shahrining ichida bugungi kunda 5-6 avtozapravkalar shaharning халықтың қонышының ішінде тұрып жатады да. Ошолордун экөөсүн бүгүнкү күндө биз сотко өткөрүп бергенбиз. Анын себеби өтө кооптуу жерлерде туруп атат. Жана кошумча турган жерлери мыйзамсыз болуп, баягы гусаксын жокко чыгаруу боюнча сотко бергенбиз. Сот аркылуу Кудай кааласа аларды жылдырууга аракет кылабыз. Андан тышкары Мына билесиздер, шаардын ичинде так ортосунда базардын алдында Газпром заправкасы турат. Муну да эмесин таярлап атабыз, ошо сотко өткөрүү үчүн. Yoqilg'i quyish shoxobchalari aholi istiqomat qiladigan hududdan 50 metr oralikda joylashishi kerak. Mazkur hududda 9 ta shoxobcha qoidalariga amal qilmaganini Davlat Ekotex inspeksiyasidan ma'lum qilishdi.
O'sh oblasining Changit qishlog'ining turg'uni Saparbek Mirzahmatov deltaplanni qo'lda yasab ko'pchilikni lol qoldirdi. Bolaligidan uchishni orzu qilgan Saparbek 1,5 yil ichida temir va gazlama yordamida deltaplanni qo'lda yasab bitirdi. Uchishni xayol qilgan Saparbekning orzusi tezda amalga oshmadi. 3-marta bo'lgan sinovda u buning uddasidan chiqdi. Qishloqlik ixtirochining orzulari qanday amalga oshdi? Navbatdagi lavhada bilib olasiz. Ko'tarib olib tog'dan ildiy ko'zlab churqash kerak. Qattiq churqaganda rangi ko'tariladi. O'zgan rayon yashovchisi Saparbek Mirzahmatov deltaplan yasab qishloqdoshlarini hayron qoldirdi. Bolalik chog'larida osmonga parvoz qilishni istagan Saparbek 5 oyda o'zini orzusini amalga oshirdi. Otam usta bo'lgan, temir usta bo'lgan. Ana o'sha otam temir ustachiligida sababkor bo'ldi. Otam ustachiligidan o'rganib, o'shandan ulam jasadim desam da bo'lib. Va qirg'izda so'z bor emasmi? Atan qilgan ishni qil degandek, o'sha atamiz qilgan ishni kesibdi ulantirib kelajatamiz. Ana o'sha kichkinakay bola kezimdan aybay qiziqchilim. Keyde tushimda dile uchib yuraverchilim. Aybay qiziqqanlikdanchi. Anan keyin o'sha vaqt kelmay shu narsani jasab chiqdim-da. Saparbek mazkur uskunani oddiy temir va matodan tayyorlagan. Birinchi tayyorlaganda ucha olmagan, keyin daladan lochin tutib kelib, uning qanoti bilan o'zi tayyorlagan uskunani solishtirib ko'rgan. Keyin deltaplan qanotlarini qo'sh qanotlariga o'xshatib yasagan. Bunday ustoyka, bunday jipter, undaycha aytganda bunday svязкада, svязка сияқты. Agar bunday jip yo'q bo'lsa, bunday trostor yo'q bo'lsa, qanoti bu yoqqa tushib qoladi. Bu uçqandındagi o'zincha ilimi bor ekanda. Men aytdim bayağı şol 1,5 yil vaqtim ketib qoldi. Shuni jasab. Sirlari ko'p ekanda. Men o'yladim ele birinchi jasaganda ele siraz uchib ketem debchi. Uchish o'ta qiyin bo'ldi. Alan jig'ilgan uchurlar bo'ldi. Jig'ildim, jarohat olgan uchurlar bo'ldi. O'shantib yurib shu qiyinchilik bilan ishga oshdi-da, qiyinchilik bilanchi. Mazkur uskunani yana bir afzalligi uni yig'ib qo'ysa bo'ladi. Saparbek buni tayyorlashda internet tarmog'idan foydalangan. U tikan o'rniga temirdan foydalangan. Shu sababli vazni og'ir bo'lib 50 kilogramni tashkil etmoqda. Ayavay bekemlik kerak. Eğer de bir yerden aşıpka ketken bolsang, bu adam ömrüne ziyan gelip qolishi mumkin. Bu geçiribeydi bir aşıpkani dagıçı. Oşon üçün öte bekem qilish kerak. Anan kebir adamlar şu oğur jasap koyupsun. Hazır bunu salmagı 60 kilogramga jakında. 55 kilogramdan 58 kilogramga çeyin. Anan oğur bolup kalıptır degen adamlar da aytып atat. Bunu жеңил кылганда бүт материалдар жукаратдагы алсызданат. Материал жукарат, турба жукаратдагы. Анан алсыз болуп учуп кетип атканда ошол жерден сынып кетиши мүмкүн да. Аны адам өмүрүнө зыян келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн оор болсо дагы бекемдикке өтө жакшы көңүл буруш керек. Ucha boshlagandan keyin tepadan pastga 10-15 metrgacha tushish mumkin. Saparbek dastlab 1 chaqirimgacha uchgan. Birinchisida qo'rquv bo'lganini aytadi. Keyingilarda ko'nikish paydo bo'lib, ruhan dam olganini ta'kidladi. Orzusi amalga oshgan Saparbek o'zi yasagan deltaplanda 50-60 marta uchgan. Anan keyin shu yerda jatib boshqarib ketadi adam. Nol yerda bul jaqa qilganda bul jaqa buriladi, o'ng jaqa. Bu yoqqa qilganda sol jaqa buriladi. Anam arqaga jilganda көтөрүлөт, ödölөйт да. Анан алдыга мынтип өзүңө тартканда ылдыйлайт. Şu бүт башкаруу бар да бундачы. Xavfsizlik saqlanmagani uchun boshqalarga berib ko'rmagan. Faqat ikkita odamni uchirib ko'rish fikrini sinab ko'rish maqsadida bir marta o'zi bilan o'g'lini olib uchgan. Bundan keyingisi da o'sha duralimin taap, je bo'lsa titaniy turba taap. Bularda aviatsionniy turba deb qo'yadi. O'shalarni taap turib Anan keyin shu kuchtүүлөтүп, өнүктүрүп дагы жасайын деген оюм бар да. Анан мотор койсом бу деген дагы ушундай максаттарым бар. Материалын издеп табышым керек. Bolalikdagi orzusini amalga oshirgan Saparbek Mirzahmatov endi tabiati so'lim Changit qishlog'iga sayyohlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda. Zarur uskunalar bilan deltaplanni qayta yasashni rejalashtirmoqda. Ko'p yillik bilimlari uni bugungi muvaffaqiyatiga sabab bo'lgan. Qorasuv rayonining Erkin qishlog'i turg'uni traktor yasadi. 1 yil vaqt oralig'ida yangi traktorli bo'lgan Sayfiddin Sidiqov bunday ixtirolarga yashovchilarning qiziqishi emas, qishloqda traktorlarning yetishmovchiligi sabab bo'lganini bildirdi. Ehtiyoj sababli paydo bo'lgan traktorning qanday imkoniyatlari bor, hamkasbim guvohi bo'lib qaytgan.
Ushbu traktor qo'lda yasalgan. Bir qarashda boshqa traktorlardan farqi yo'qdek ko'rinishi mumkin. Sayfiddin Sidiqov traktor yig'ishni 1 yil avval boshlagan. Sobiq ittifoq davrida mexanizator bo'lib ishlagan Sayfiddin Sidiqov uchun traktor yig'ish qiziqarli ish bo'ldi. Traktorni jasash shu yerni terangroq haydashdan sapatli, Belarusga qaraganda chuqurroq haydashni nima qilib o'tamiz. Kapotlar gidravlisi ko'tariladi. Ko'tarilyapti. Kapotlar var gidravlik. Demesi motor krazdiki. Передний мост КАМАЗ. Artkı döngülöktörü K700. Radyatorlar 150'lıkı. Коробка МАЗ. İçki spleniya pedalları bari KAMAZ'dıkı koyulgan. Artkı döngülögü K700. Mostu 150 bo'ldi. Kabinasi 82'lerdiki. U yasagan traktor motori boshqalarga qaraganda 2 hissa kuchli. Ayni vaqtda foydalanilgan traktorni 2 million so'mga yaqin mablag'ga sotib olish mumkin. Yangi yasalganiga esa 2 hissa oz pul ketgan. Rollari bardagi Porter'dan rolni qo'yilgan. Porter'dan rolni qo'yilgan. Şol tazatirlik qo'yilish çoğaltıldı. Korpusları Xitoydan chiqarilgan korpuslar qo'yildi. Atın emi ko'ramiz-da nima? Qanday qo'yamiz ham atın. İşine qarab baho beramiz-ku. Bu traktorning boshqalardan farqi vaqtdan tejash mumkin. 2 soatda bitadigan ishni 15 daqiqada tugatadi. Yengil taqat. Benim atam jasab chiqqan traktor shu. Qorasuv yashovchilari asosan dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Qishloqda arpa, bug'doy, paxta ekiladi. Yangi yasalgan traktor dehqonlar ishini ancha osonlashtirishi mumkin. Texnikani hozir qimmat bo'lgani uchun biz bunday sotib ola olmay, shu traktorni jasab, shu elga xizmat qilib o'tadi hozir. El yaxshilab, traktor yaxshi chiqdi deb barliqlar rozi bo'lib o'tadi. Yangi traktor uchun 5 ta texnik uskunalardan foydalanilgan. Sayfiddin Sidiqovning bunday texnik yasashiga qiziqishdan ham ko'ra ko'proq muhtojlik turtki bergan. Shavkatbek Umarov, Mahburat Alibayeva, Qimbat Abdusamad o'g'li, Intimaq. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.